qilmoqda. Ma'lumki, tadbirkor o'zining bola chaqasidan qiyib to'plagan puli, moli, mulkini yangi ish ochishga sarflaydi. Bankdan kredit olsa, uni ham foizi bilan o'zi to'laydi. Unga hech kim har 15 kunda byudjetdan avans yoki oylik bermaydi. Shunga qaramasdan tavakkal qilib, huzur halovatdan kechib, bor imkoniyatini, mablag'ining xavf xatarga qo'yib, o'z ishi uchun kecha-yu kunduz jonni berib ishlaydi. Shu yo'l bilan nafaqat o'zini, oilasini, balki el yurtni ham boqadi. Shu ma'noda tadbirkor bu haqiqiy fidoi inson. Shaxsan men bunday odamlarni yoki ikkitagina ish o'rnini yaratgan tadbirkorni men boshimga ko'tarishga tayyorman. Shuning uchun tadbirkor boy bo'lsa, davlat ham, xalq ham boy bo'ladi degan fikrni qayta-qayta takrorlashdan hech charchamayman. Bilib qo'yinglar, bizning bundan boshqa yo'limiz yo'q. Rayonda hech qanday katta korxona yo'q deysizlar, to'g'ri. Katta korxonalar hozir tuzish ham keragi yo'q. U zamon o'tib bo'ldi endi. Faqat bizning kichik korxona, o'sha rayonga ma'qul bo'lgan tashkilot kredit olib, unga yordam berib, 30 kun ichida 3 martagina tadbirkorlar bilan chaqirib, "Men prokurorman. Rahmat sizga. Men sizga hamma shara, hech kim sizni tekshirmayman, ishlayapti. Yana 10 ta odam chaqirib ishlata olasizmi?" "Ishlata olaman" deydi. Sizlar bir muloqot qilib ko'ringlar, nima prokurorlar ushashmaydi. Shu munosabat bilan yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. Tadbirkor yo'liga qarshi chiqish davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqishdir. Afsuski